Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga qisqa videolar qo'yib borishni boshladim. Ulardan biri yana mana yangi videolarimni qisqa bo'lsa ham qo'yib boryapman. O'zim aytgandek, kanalim yangi, bundan oldingi aytgan videolarimda aytganimdek, o'zimni kommunal sohasidagi o'zimni shaxsiy kommunal, ya'ni shu kommunal sohasidagi to'lovlarim, majburiyatlarim, iste'molchilarim, ta'minotchi taraflari majburiyatlari ashlarida o'rganyapman. Bu o'zimni shaxsiy xonadonimniki, shaxsiy o'zimni kommunalim, mana shunga o'zimga kerak bo'ladi va fayl papka qilib olib qo'yyapman degandim. Bundan oldingi qilgan videolarimda ham aytganman, shu tabiiy gaz xonadonimdagi tabiiy gaz ta'minotini shartnomasini mana o'tgan safar daftarchasi, ya'ni hisoblagich litsevoy raqam deydi, hozir hisobga olish raqami. Shunaqa daftarchani orqasida undan oldingi videomda qisqacha aytgandim, shartnomalari bor ekan. Endi shu shartnomalarni punktlari bor ekan. O'sha bir punktlardan o'qisam aytaman dedim. Mana shu punktlardan yana biri mana masalan shartnoma mavzusi deb boshlanadigan. Mana birinchisi ta'minotchi, ya'ni gaz ta'minotchiga, ya'ni gaz yetkazib beruvchi UzGaz Standart aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan yetkazib berilgan tabiiy gazni o'z tarmoqlar orqali iste'molchilarga yetkazib beradi. Mavjud xonadonlardagi gaz anjomlariga tabiiy gazdan foydalanish qonun qoidalariga asosan belgilangan tartibda yetkazib beradigan va belgilangan muddatda texnik xizmatlar ko'rsatadigan. Shu birinchi shartnomani mavzusida, ya'ni shu yetkazib berayotgan Standart kompaniyasidagi men tushunishim bo'yicha gazni shu gaz ta'minoti o'z tarmoqlari orqali shu xonadonlarga, ya'ni xonadonlardagi mavjud, endi mavjud deganda shu o'zim tushunishimcha hisoblagichlar orqali yetkazib berar ekan. Shu shartnomani mavzusida bor ekan, o'qiganim shu. Endi bu o'zim shaxsiy xonadonimnikini o'rganyapman. Shu kitob orqasida shartnoma kitobchasida bor ekan. Endi ikkinchisida taraflarning huquq va majburiyatlari debdi. Taraflarning huquq majburiyatlari, ya'ni men iste'molchi bo'lsam, meni huquqlarim va ta'minotchi yetkazib berayotgan, ya'ni gaz ta'minotini huquqlari bor ekan. Masalan, ulardan mana ikkinchi taraf va huquq va majburiyatlari deganning yana bir punktida iste'molchi huquqlari deb qo'yibdi. Ushbu shartnomani asosan tegishli sifatli ushbu shartnomaga asosan tegishli va sifatli tabiiy gaz yetkazib berishni talab qilish mumkin ekan ta'minotchidan. Mana shuni yozib qo'yibdi. Keyin ta'minotchi ham mana shu o'z bu yerda bor ekan, ta'minotchining huquqi shu yetkazib berilgan gazni to'lovini talab qilish huquqi bor ekan unda ham. Mana shu hozir mana birinchi mavzusini, mana shartnoma mavzusini aytdim. Ikkinchisi taraflarning huquq majburiyatlarini aytdim. Mana shu iste'molchi masalan tabiiy gazni yetkazib berishini, sifatli gazni yetkazib berishini. Bu yerda eng qizig'i yozib qo'ygani tabiiy gazni yetkazib berish uzluksiz degan joyi bor ekan. Menga anaqa qiziq bo'ldi. Uzluksiz ta'minlashi degan joyi ham bor ekan. Punkti ham o'zim uchun bilib oldim. Chunki bilib qo'ygan yaxshi ekan.
Hozir endi qator buni yana masalan mana birinchi punkt shartnomani mavzusi, ikkinchi punkti, bu punktlarni ichida ham mayda-mayda yana punktlarga bo'linib ketaveradigan 1, 2, A, B. Men hozir bundan mana birinchi shartnomani birinchi mavzusini aytdim. Ikkinchi taraflarning huquq va majburiyatlarida yaxshi qisqa nimalari bor ekan, shularni aytib o'qidim. O'zim uchun foydali bo'lsin deb o'rganib qo'ydim. O'zim shaxsiy kommunal sohamdagi fayl papkamga, bundan oldin aytib o'tgandek fayl papkamga to'plab boryapman. Masalan, foydadan xoli bo'lmaydi. Bu o'zim shaxsiy xonadonimniki, o'zim shaxsiy o'rganishlarim o'zimga bilib olyapman. Endi mana endi 3-chi tabiiy gazni narxlarini, hisob-kitoblari, tartiblari, yetkazib berish va to'xtatib qo'yish, qay hollarda to'xtatish, bu punktlari ham bor ekan. Endi o'qib chiqib, uni ham точно aniq ma'lumotlarga nima bo'lgandan keyin uni ham anaqa qilaman, chunki hali oxirigacha o'qib chiqqandan keyin mavzusi to'liq bo'ladi. Bu ham juda ko'p katta nimalarni o'zini ichiga olgan ekan. Nima deydi, mazmunlarni har bitta ta'minotchi va iste'molchi deb yozilib ketavergan ekan. Shuni iste'molchini huquqlari va ta'minotchini huquqlari degan joylari bor ekan. Men o'zim iste'molchi bo'lganim uchun, o'zim shu kommunal sohani o'rganayotganim uchun iste'molchilar deb yozilgan joylarni ham o'rgandim va menga shu ta'minotchi yetkazib berayotgani uchun shu ta'minotchi bilan o'rtamizda shu ta'minot shartnomalarini bilishim uchun uni ham ta'minot tizimidagi uni ham majburiyatlarini o'rganib boryapman. Yana qisqa o'rgansam o'zim video qilaman. Bu foydali bo'ladi, chunki bilib qo'ygan yaxshi. Masalan, hech kim bir ziyon qilmaydi. Mana oddiy misol, shu birinchi aytgan shartnomasini mavzusi degan nimaligini mana bilib qo'ydim. Gaz qayerdan yetib keladi, yetib kelgan qaysi gaz yetib kelgandan keyin uni qanday tarqatib berishi, mana taraflar huquq majburiyatlari deganda o'sha gazni o'sha xonadon, masalan men o'zim bo'lsam, xonadon sohibi qanday tartibda talab qilib olishi, ta'minotchi talab qilib olishi, masalan uni ham o'zini huquqi bor ekan, masalan to'lovlari bo'yicha o'zini talablari bor ekan. Shu narsalarni o'rganib qo'yyapman va kompyuterdan chiqarib olib o'zimga kerakli va bilimlarni olib boryapman. Menga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.